Neurocranium. Kalla qutisi suyaklari. Kalla qutisi suyaklarini ikkita qismga bo'lib o'rganamiz. Ular neurocranium, miya qutisi suyaklari va viscerocranium. Neurocranium mana bu joyda yashil rangda ajratib qo'yilgan yuqoridagi miya qutisi suyaklaridan iborat. Viscerocranium bo'lsa undan tashqarida joylashgan barcha suyaklarni o'z ichiga oladi. Demak, kalla qutisi tarkibidagi suyaklar quyidagicha, ularni har birini bir marta ko'rib chiqamiz. Demak, os frontali, birinchisi oldindagi peshona suyagi ko'rinib turibdi. Keyingisi os parietali, tepa suyaklari. Tepa suyaklarini mana bunday tepa tarafdan ko'rsangiz ham ikkita joylashgan juft suyakdan iboratligini ko'rasiz. Va orqa tarafdan ko'radigan bo'lsak, mana os occipitali. Os occipitali ham tog' kalla suyaklari tarkibiga kiradi. Bundan keyingisi chakka suyagi, os temporali. Os temporali mana ko'rinib turibdi yon tarafda va os sfenedali suyagimiz bor. Bu ponasimon suyak. Chakka suyagi juft suyak, ponasimon suyak bo'lsa tog' suyak hisoblanadi. Ostki tarafdan ko'radigan bo'lsak, ponasimon suyak mana ko'rinib turibdi. Yashil rangda, uni alohida keyin yana ko'ramiz. Demak, kalla qutisi suyaklari shulardan iborat. Endi bundan tashqari yuz os etmoidali ham bor. Os etmoidali ichkarida joylashadi. Ichkarida joylashadigan suyak hisoblanadi. Bu joyda ma'lum bir suyaklarni mana yashil rangda yonib o'chyapti. Ko'z kozasini devorini hosil qilishda qatnashadigan qismi. Va u suyakni ham alohida ko'rib chiqamiz. Keyingi suyaklarimiz yuz suyaklari hisoblanadi. Yuz suyaklari maksilla, birinchisi maksilla yuqorida joylashgan mana bu suyaklarimiz juft suyak, o'ng va chap tarafda bo'ladi. Pastki jag suyagi mandibula suyagi. Bundan keyingi suyaklardan mandibula tog', yuqori jag juft bo'ldi. Yana juft suyaklardan yonoq suyagi mana ikkala tarafda ham mavjud. Undan keyingisi o'rtada joylashadigan suyagimiz bor. Bu vomer deymiz, dimoq suyagi, tog' suyaklarga kiradi. Mana yashil rangda burni ikkiga bo'lib joylashyapti. Va bundan tashqari os palatinum suyagi bor. Os palatinum endi pastki tarafdan aniqroq ko'rinadi. Mana bu suyak. Ikkita bo'ladi, bu ham juft suyak, gorizontal plastinkasi ko'rinib turibdi. Va keyingi suyaklarimizdan biri concha nazalislar bor. Ular ichkarida joylashadi. Concha nasalis inferiorimiz bor. Concha nasalis inferior mana yashil rangda yonib turibdi. Ikkala tarafda ham bittadan bo'ladigan juft suyak. Yana bir suyagimiz bu joyda ko'z yosh suyagi, yuz suyaklariga kiradi. U ham ko'z yosh suyagi mana yashil rangda ko'rinib turibdi. Ikkala tarafda ham bor. Va burun suyaklari, mana burun suyaklari, bir juft burun suyagini ham ko'rishimiz mumkin. Bu suyaklardan tashqari os giaidium, til osti suyagi ham bor. Bu joyda u suyak ko'rsatilmagan.